Salom, salom, salom. Sizlar bilan YouTube'da yangi bo'lgan YouTube Azik. Bugun sizlar bilan ko'rib o'tmoqchi bo'lgan narsamiz 120 FPS qilish bo'ladi. Ya'ni bu 20, 30, 45 FPS telefonlarni FPS-ini maksimalni ko'tarish bo'ladi. Buning uchun hech qanaqa programma kerak bo'lmaydi bizga do'stlar. Buning uchun shunchaki Telegram orqali 120 FPS qilishimiz mumkin. Buning uchun oddiygina zarchiv ilovasi kerak bo'ladi. Hamma buni bilsa kerak menimcha. Men YouTube'da yangiman, shuning uchun menga obuna va like tugmasini bosib qo'yishlarni so'rab qolardim. Bu hech qanaqa ban bermaydi, bu bezban. Bu optimizatsiya deb ataladi. Optimizatsiya o'rnatish uchun Telegramga kirib olamiz. Qani bo'lmasam go do'stlar. Telegram kirib olganimizdan so'ng mening rasmiy kanalimga kirib olamiz. Bu mana uning havolasini ko'rishlaring mumkin. Qidiruvga shunaqa yozib kirib olasizlar, keyin uni yuklamalar jildida saqlab olasiz optimizatsiyani. Keyin mana bu parol ustiga bitta bosib, optimizatsiyani ustiga bosamiz va uning optimizatsiyani ustiga bosamiz, faylni nusxalab olamiz. Buni do'stlar, keyin Android bo'limiga kiramiz bu yerdan. Android. Bu yerdan data bo'limiga kiramiz. Bu yerdan pastroqqa tushirganimizdan so'ng PUBG Mobile'ni topamiz. Content IG. Bunga yashil tugmani bosamiz pastdagi. Keyin barcha fayllarga qo'llanmani bosib, boyagi nusxalagan parolimizni kiritamiz. Va bo'lishi bilan 1 o'rnatildi.